Assalomu alaykum, mana mening qadrli obunachilarim. Bugun qulupnay haqida video olamiz. Qulupnaylar mana anchagina solgan. Sizlarga qulupnaylar ko'rsatamiz mana. Mana qulupnaylar ham solgan. Bu yil ham uncha yaxshi solmaydi, chunki bu yil 2-yil. 3-yil esa 100% solish mumkin. 3-yil. 4-yil ham esa uncha yaxshi solmaydi, chunki har 4 yilda bular o'zini ko'paytirib oladi. 4-yilda 95% soladi-yu, qolganlari o'zini ko'paytiradi. 5-yil esa yana 100% dan solishni boshlaydi. Mana obunachilarim. Bular hammasi oddiy qulupnaylar, hech qanaqa dorilangan, dori bilan katta qiladi deb o'ylamanglar. Bu damashniy qulupnaylar, ya'ni o'zimizda o'stirayotgan qulupnaylar bu. Hammasi o'zi o'syapti. Faqat suvni beryapmiz. Ba'zi bir o'tlarni tagiga oz-oz tashab qo'yamiz mana. O'tlarning ichiga meva soladi va o'tlar mevani ko'tarib turadi. Suvdan loy balchiqlardan o'tlar mevani asraydi-da. Shuning uchun ko'p kishi qulupnaylar tagiga o't sepib qo'yadi. Mana bu tomonlarda ham bor. Mana. Bularni ko'pi gullagan mana. Ko'p solyapti va hali guli ham bor.